Assalamu alaykum kanalına yaxshimi? Allah salamat qilsin. Men bugun ko'rganinglardek üzüm yaprağı o'ralmisi, ya'ni yaproq salmasi qilmoqchi. Oldi bilan men buning qiymasini tayyorlayman. Buni o'rg'a vaqtida men buni ishlataman, makinasini o'ziniki. Agar qo'lda qilishni ko'kisdiman. Oldi bilan qazirimning o'tini ochib Qazinimiz qizg'an vaqtda men 3 qo'shiq, 2 qo'shiq atrofida men 2,5 qo'shiq ishlatdim. Zaytun yog' ishlatdim, sonra normal yog' ishlatsanglar bo'ladi. Tamaq qo'shiqi ya'ni. Ya'ni bu bizning oila bo'yicha cho'ng kichik hammamiz yaxshi ko'rgan bir sarma. Agar sizlar bilishinglar mumkin yoki bilmasinglar mumkin. Hem addi, hem yeyishlik balalarım yaxshi ko'rdi. Buni limon sıkıp yesanlar bo'ldi. Qatiq bilan yesanlarmi belki yeyishlik bo'ldi. Qazinimiz qizisin. Biz piyozni solamiz, qazinimiz qizidi. Piyozni bir qo'raylik. Piyozni bir tar ishlatdim. Anandan keyin cho'ngroq bo'lsa 2 ni, kichik bo'lsa 2 ta pomidorni men shunday ezib oldim. Anandan keyin bir su istakani atrofida guruch yuvib oldim, yuvib qilib olgandim. Guruchimni solaman. Bir su istakan ishlatdim. Buni bir qo'rib olgandan keyin mana kichik qush uzumi deydi buni turkicha. Biz Uyg'ur tilida deymiz, buning ismini bilmayman. Mana shoktuba. Men shokdan oldim, ayzurumda bo'lishi mumkin. Buni sizlarga majbur emas, istasanlar solsanglar bo'ladi, istamasanglar solmasanglar bo'ladi. Buni solaman. Sizlar agar bo'lib qolsa maydanoz işləşənlər oldu, maydanozu yeyəlisənlər. Yeyələyimiz, amma mən unutub qapdım erişini həm. Bularını bir qoruyunuz. Anandakin bir yerdə mən qoşuqni işlətdim, tatlı qoşuqu. Bunun da bu bilislər qarmoç, pindanın qurtulğunu, bu tarçınның, yəni qovdaq tarçınның soqqunu bir tatlı qoşuqu. Anandakin şeker, bir tatlı qoşuqu. Amma lekin bu tuz. Üzerine muvaffak miktarda ben bir çay qo'shib ishlatdim tuzlan. Bu baharatlarni solamiz. Doğru dermeklerini bir aralashtiramiz. Tamam, bizim qiymimiz bo'ldi. Endi biz o'tni o'chirib, tugish bosqichiga o'taylik. Qiymimiz biroz sug'lasin. Agar siz istasangiz istagan masalan kishnish, ya'ni yumg'oq sut yoki bo'lmasa maydanoz yoki bo'lmasa quruq nani, o'l nani, ya'ni deymiz pinne, yalpuz. Shuni ishlatsanlar bo'ladi. Unda bo'lsa biz sarmamizni tugishga boshlaylik. Oldi bilan men qo'lda tugishni ko'rsatay, balki bilishinglar mumkin. Shundadimi? Qiymamni oldim. Bu şekilde. Lekin bu ikki tarafini bu yan tarafiga ekilib olsizlar. Mana ching'roq qilinglar. Bu şekilde. Oldiga siraysizlar. Mana bu şekilde qilsanglar bo'ladi. Bu şekilde ursanlar. Men hozir nimani ishlatmoqchi, makinada osonroq bo'ladi men uchun. Bu ikki nimani ko'rdinglar. Buni besish orqali ostonga pastga tushagil bo'ldi. Qilinisi, ondan keyin ikkinchisi keyindan solib, ikkinchisi o'rtaroq. Eng ichidagisi inchki qilmoqchi. Men eng qilindi qildim, eng tepsiga buni besish orqali pastga ustiga qila olasizlar. Ikki tarafidan besish orqali buni pastga tushirib ben en üstüge çıktım, şuna qila olaysizlar, üstüde hazır. Maşalat koydum, bunu en üstüge ayarladım. Bu astındaki nimasini mu, astınqıroq tushadi. Mana ko'rdinglar, maşalatda bo'ldi.
Bunun da börek, sarma, nimalarni hammasini qila olasizlar. Börekmi qila olasizlar. Hatto yirtilib ketgan yaproqlar bo'lsa-mu, ya'ni hech qanday bir zahmatsiz yirtilib ketgandimi qila olasizlar ya'ni. Men buni ko'rganlaridek eng ustiga chiqdim. Mana, eng ustida. Buni bu pastga tushiramiz. Bu yerda bu holatda ko'kisdaysizlarga. Ondan keyin yaproqimizni soldik. Ikki tal chiqib qopti. Yaproqni bir qo'limizda besib etamiz. Yaxshiroq tugilish uchun. Qiymimizdan bir qo'shiq oldim. Buni bir besib etaylik. Anandan keyin buni ustiga ko'tarib, mana bunda raqib sizlar ko'ksday. Mana oldidan bir tal sarmamiz tushdi. Chiqandiq zahmatsiz. Ko'rdinglarmi? Kichik yaproq bo'lgan keyin kichikroq chiqdi bu. Ildirkisi sal cho'ng yaproqda, cho'ng chiqdi. Bu holatda sarma tugishmi oson deyli. Shu. Men sizlarga yana birini ko'rsatib qo'yay cho'nroqidan. Bu sarma sarıcı deydi buni. Milyonchilarda topa olasizlar. Milyonchilarda bor. Qiymasini ilib oldim. Yana ichiga bir qator besib etdim. Yana mana shunaqa ko'kstaysizlarga. Mana bu tarafga uchib ketdi mana. Bu holatda. Juda chiroyli. Zahmatsiz tugib oldik. Ko'rdinglar? Shunchalik chiroyli. Men sizlarga hozir yirtiliqdan birini tugib beray. Mana bu yirtiliq. Buni balkim sizlar qo'linglarda qilolmasliginglar mumkin. Dey. Mana bu holatda yoki bo'lmasa men buni yirtay. Yirtib buni ichiga soldim. Bu holatda soldim. İchiga qiymamni olay. Bir qo'shiq. Tatlı qo'shiqda. Bunu asta bastıray. İchiga. Mana bizning yechilib ketgan unimizda shunchalik chiroyli chiqdi. Men sarmamni mana qilib bo'ldim, tugib bo'ldim. Endi bir qozonimning ostinaga bir qator shunchalik sarmam eshib qoldi. Buni qalinroq shaklda qilima. İki qator qilsak bo'ladi. Bu şekilde bo'ldi. Ko'rdinglar, bu şekilde ichiga men sarmalarimni, yaproqlarni tizib oldim. Hattoki men birini qo'yib o'tay. Bo'ldi. Endi buning ichiga bu tugib olgan sarmamizni tizimiz. Ko'ringlar, shunchalik chiroyli tugdi. Mana bu şekilde ben tizib oldim sarmalarimni.
Oldu. Endi bunun üstüne men eşip qalğan yeni yaprağım var. Bir qatar yögü etdime. Mana bu şekilde yögü etdim. Endi bunun üstüge yarım çay istikini, bir çay istikinden azırak zeytin yağı var. Bu çay istikini zeytin yağımını töküme. Zeytin yağımızı tökep bulduk köygün olarak. Endi muşu sarmala çökeşkidek halette men su kuyume. Mana. Şöyle kökse mana yaprağın üstüge su var. Moşalette su koydum. Endi bunu men tüven otda 50 minut pişirme. Mana ocakka aldım. Tüven otunu açtım. Mana moşalette 50 minut turguzum. Mana bizden 50 minutumuz pişti. Suyunu yap bulaptı. Hem de otunu ölçedim. Biraz soğusun. Anadan keyin alayım. Bunun içine bir kırıp bakayım. Gördüğünüz çıraylık pişipti. Tepsitiki yaprağını eriteyli bunu. Bunu taşıp etme yeni işleteyleysiler ama yaprağını. Gördüğünüz gibi mana şu alette pişip çıkıptı. Endi bunu bir çatal bilen alay. Gördüğünüz gibi. Şu alette hemen çıraylık eroğlanan. Mana bu şalette pişti. Üstünde sizler limon yoki qatiq bilan yesanlar bo'ldi. Men sizlarga azroq edib ko'rsatdim.